Assalomu alaykum. Siz LW1017 DDG modelidagi Laretto kir mashinasini xarid qildingiz. O'rnatishni boshlashdan oldingi asosiy qoida: orqa paneldagi tashish boltlarini albatta olib tashlang. Bu qurilmaning xavfsiz ishlashi uchun juda muhim. Ochiq qolgan teshiklarni to'plamdagi maxsus plastik qopqoqlar bilan yoping. Shundan so'ng siqish paytida tebranish va shovqinni oldini olish uchun mashinani qattiq tekis polga o'rnating va oyoqlarini darajaga moslab sozlang. Ushbu modelimiz 10 kg-gacha kir yuvishga mo'ljallangan bo'lib, bu katta oilalar, kurtka, adyol shu kabi katta hajmli narsalarni yuvish uchun juda mos keladi. Nomidagi DD indeksi Direct Drive degan ma'noni anglatadi. Kir yuvish mashinasi to'g'ridan-to'g'ri uzatmali zamonaviy inverter motor bilan jihozlangan. Bu minimal shovqin darajasini yuvish paytida 58 desibel va intensiv siqish paytida 74 desibel bo'lishini kafolatlaydi. Bundan tashqari to'g'ridan-to'g'ri uzatmaga eng yuqori A3+ energiya samaradorligi sinfi va tasmalarining eskirishsiz uzoq xizmat muddatini ta'minlaydi. Motorning o'ziga esa 10 yillik rasmiy kafolat beriladi. Suv olish shlangi suv quvuriga ishonchli ulanganiga, suv to'kish shlangi kanalizatsiyaga chiqarilganligiga va suv berish jo'mragi ochiqligiga ishonch hosil qiling. Vilkani rozetkaga ulang va quvvat tugmasini bosing. Kiyimlarni birinchi marta yuvishdan oldin barabanga kiyim solmasdan biroz yuvish vositasini qo'shib, qisqa yuvish siklini yoki очистка barabani rejimini ishga tushirishni qat'iy tavsiya qilamiz. Bu baraban va ichki tizimlarni zavod sinovidan qolgan suv qoldiqlaridan to'liq tozalaydi. Mashinani masofadan boshqarish uchun Smart Live ilovasini yuklab oling. Routeringiz 2.4 Gz chastotada ishlayotganiga ishonch hosil qiling. Kir yuvish mashinangizni yoqing va tarmoq indikatori miltillay boshlagunigacha Wi-Fi belgisi tushirilgan tugmani bir necha soniya bosib turing. Ilovada qurilmani qo'shish tugmasini bosib, kir yuvish mashinangizni tanlang va uy Wi-Fi tarmog'ingiz parolini kiriting. Tayyor. Endi siz to'g'ridan-to'g'ri smartfoningiz orqali yuvishni boshlashingiz, rejimlarni sozlashingiz va sikl tugagani haqida bildirishnomalar olishingiz mumkin. Boshqaruv panelini ko'rib chiqamiz. Markaziy selektor yordamida siz asosiy yuvish dasturini tanlaysiz. Keling, ularning har birini ko'rib chiqamiz. Xlopok, paxta va zig'irdan tikilgan kundalik kiyimlar uchun klassik va eng mashhur rejim. Eco, standart yuvishda suv va elektr energiyasini sarfini optimallashtiradigan dastur. Mix, har xil turdagi matolardan tikilgan kiyimlarni birga yuvish kerak bo'lganda ideal tanlov. Steam, bug' bilan ishlov berib yuvish, tolalarni chuqur tozalash va allergenlarni yo'q qilish uchun juda mos keladi. Smart aqlli rejim, bunda kir yuvish mashinasi yuklanishga qarab yuvishning optimal parametrlarini o'zi aniqlaydi. Detskaya, bolalarning nozik terisini himoya qilish maqsadida yuvish vositasining yaxshiroq yuvib tashlash uchun yuqori haroratda yuvish. Shest, to'qilgan va junli kiyimlar uchun maxsus dastur. Kichrayish va to'ganaklar paydo bo'lishining oldini olish uchun baraban imkon qadar silliq aylanadi. Delikatni ipak yoki tor kabi yupqa va alohida parvarish talab qiladigan matolar uchun ehtiyotkor rejim. To'la tuzilishga zarar yetkazmasdan yuvishni ta'minlaydi. Puxavoye adyala, kurtkalar, adyollar va katta hajmli narsalarni yuvish uchun maxsus dastur. Bystra 30, unchalik kirlanmagan kiyimlarni tezda tozalash uchun qisqa yarim soatlik sikl. Odjim, nam kirni yuvish va chayishsiz faqat siqib olish kerak bo'lganda ishlatiladigan alohida dastur. Palaskania plus Odjim, kirni yaxshilab chayish va siqish kerak bo'lgan holatlar uchun, masalan, qo'lda yuvgandan keyin mustaqil dastur. Очистка barabani, mashina ichida gigiyenani saqlash uchun servis rejim. Uni kiyimlarsiz ishga tushirish kerak. Mo'y rejim, o'zingiz yoqtirgan shaxsiy yuvish sozlamalarini mashina xotirasida saqlashga imkon beradi. Sensorli displeyning o'ng tomonida siz dasturni qo'shimcha ravishda o'zgartirishingiz mumkin. Temperatura va odjim tugmalari yordamida suv harorati va baraban aylanish tezligini qo'lda o'zgartirish mumkin. Palaskania, yuvish kukunining qoldiqlarini maksimal darajada yuvib tashlash uchun asosiy dasturga qo'shimcha chayish siklini qo'shish funksiyasi. Allergiyasi borlar uchun juda mos. Предварительная стирка, asosiy yuvishdan oldin qo'shimcha bosqichni ishga tushiradi. Juda kuchli kirlarni ketkazishga yordam beradi. Timer, kechiktirilgan start funksiyasi. Vaqtni belgilang va mashina yuvishni aynan siz uyg'onganingizda yoki ishdan qaytganingizda tugatadi. Blokirovka от детей, mashina ishlashi paytida bola tasodifan
Sozlamalarni o'zgartirib yubormasligi uchun maxsus tugmalar kombinatsiyasini bosib turish orqali faollashtiriladi. Uzoq va uzluksiz ishlashi uchun oddiy muntazam texnik xizmat ko'rsatishni unutmang. Sikl tugagandan so'ng eshikning rezina zichlagichini quruq mato bilan artib oling va shamollatish uchun eshikni biroz ochiq qoldiring. Har bir necha oyda yuvish vositalarining tepsisini yuving va pastki burchakda joylashgan suv to'kish pompasi filtrini albatta tozalang. Kir yuvish mashinasiga Laretto'dan rasmiy kafolat beriladi. Foydalanish bo'yicha har qanday savollar tug'ilganda bizning servis markazimizda sizga yordam berishga xursandmiz.